Assalomu alaykum, hurmatli siyosiy ma'rifat soati ishtirokchilari. Bugungi o'quv soatida yurtimizda hamda xorijda ro'y berayotgan ahamiyatga molik voqealar tafsiloti hamda ma'naviy ma'rifiy video lavhalar namoyishi e'tiboringizga havola etiladi. 20-iyun kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev Qashqadaryo viloyatini har tomonlama rivojlantirish vazifalarini belgilab berdi. Davlatimiz rahbari Ko'kdala tumani markazidagi bunyodkorlik ishlari bilan tanishdi. Hududlarda kuchli iqtisodiyot va zamonaviy infratuzilma barpo etish, tuman va qishloqlarni bugungi talablar asosida obod qilishga qaratilgan islohotlar Qashqadaryo hayotiga ham shiddat bilan kirib bormoqda deya ta'kidladilar Prezidentimiz. 23-iyun kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev Birlashgan Millatlar Tashkilotining davlat xizmati bo'yicha forumi ishtirokchilariga tabrik yo'lladilar. Shu kuni davlatimiz rahbari yirik sanoat korxonalarini yashil energiya bilan ta'minlash chora-tadbirlariga oid taqdimot bilan tanishdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Malayziya bosh vazirining o'rinbosari, energetik o'tish va suv resurslarini transformatsiya qilish vaziri Fatiloh bin Yusuf boshchiligidagi delegatsiyani qabul qildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev tashqi savdo va transport logistika sohalarida kechiktirib bo'lmaydigan choralar muhokamasi bo'yicha yig'ilish o'tkazdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Mo'g'uliston Prezidenti Xunagin Xurelsuxning taklifiga binoan 24-25-iyun kunlari davlat tashrifi bilan ushbu mamlakatda bo'ldi. O'zbekiston va Mo'g'uliston prezidentlari tor doirada va kengaytirilgan tarkibda muzokara o'tkazdilar. Ikki davlat yetakchilari O'zbekiston bilan Mo'g'uliston o'rtasida keng qamrovli sheriklik munosabatlarini o'rnatish to'g'risidagi deklaratsiyani imzoladilar. Davlat rahbarlari ommaviy axborot vositalari uchun ham bayonot berdilar. Ikki davlat rahbarlari rafiqalari bilan birgalikda ikki mamlakat san'at ustalarining konsertida ham ishtirok etdilar. 25-iyun kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Mo'g'ulistonga davlat tashrifi yakuniga yetdi. Davlatimiz rahbari Toshkentga jo'nab ketdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni bilan Prezident administratsiyasi tuzilmasiga o'zgartirishlar kiritildi. Prezident administratsiyasi rahbari lavozimi tashkil qilindi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni bilan Saida Shavkatovna Mirziyoyeva O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi rahbari lavozimiga tayinlandi. 23-25-iyun kunlari Samarqandda Birlashgan Millatlar Tashkiloti davlat xizmati forumi 2025 o'tkazildi. Forum mavzusi 2030-yilga qadar 5 yil barqaror kelajak uchun xizmat ko'rsatish jarayonlarini jadallashtirishdir. Dasturdagi albi majlislar, muhokamalar, strategik muloqotlar va ilg'or amaliyotlar taqdimoti bo'lib o'tdi. Maqsad global muammolar va o'zgaruvchan sharoitlarda davlat xizmatining rolini qayta ko'rib chiqishga yo'naltirildi. Shuningdek, forum jarayonida sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalardan foydalanish orqali davlat sektorini transformatsiya qilish masalalari keng muhokama etildi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti iqtisodiy va ijtimoiy masalalar departamenti va O'zbekiston hukumati hamkorligida tashkil etilgan va 3 kun davom etgan yirik tadbirda jami 90 ta davlatdan 1000 nafardan ortiq ishtirokchilar qatnashdi. Bugunga qadar forumga AQSh, Avstriya, Ispaniya, Tanzaniya, Bahrayn, Marokash, Kolumbiya, Ozarbayjon va Koreya Respublikasi kabi davlatlar mezbonlik qilgan. Forum an'anaga ko'ra har mavsumda davlat boshqaruvining muayyan bir muhim sohasiga e'tibor qaratadi va unga global miqyosda yechimlar taklif etadi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti davlat xizmati forumi munosabati bilan Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterres murojaat yo'lladi. U o'z murojaatida O'zbekiston hukumatiga ushbu nufuzli anjumanga mezbonlik qilayotgani uchun minnatdorlik bildirdi. O'zbekiston Respublikasi davlat organlari faoliyat samaradorligini baholash dasturi sovrindorlari taqdirlandi. Bu faqatgina shaxsiy muvaffaqiyat emas, balki xalqchil, ochiq, adolatli ko'rsatilgan xizmat uchun e'tirofdir. Davlat siyosati va boshqaruv akademiyasida magistratura bosqichiga qabul jarayonlarini tartibga soluvchi nizom loyihasi keng jamoatchilik muhokamasiga qo'yildi. Mazkur hujjat akademiyada magistratura ta'lim yo'nalishlariga nomzodlarni tanlash, saralash va qabul qilishda ochiqlik, adolat va meritokratiya tamoyillarini yanada mustahkamlashga qaratilgan. Davlat fuqarolik xizmatini isloh qilish bo'yicha yangi qaror qabul qilindi. Prezident qarori bilan davlat fuqarolik xizmat tizimini bosqichma-bosqich transformatsiya qilish dasturi tasdiqlandi. Unga ko'ra 2026-yil 1-yanvardan boshlab barcha davlat xizmatchilari uchun yagona baholash tizimi joriy etiladi. Bundan tashqari meritokratiya, ochiq tanlovlar va kasbiy rivojlanishga ustuvor e'tibor qaratiladi.
Jadid gazetasining navbatdagi sonidan tarixiy ma'lumotlarga asoslangan qiziqarli maqolalar, muhim sanalar bo'yicha tahliliy materiallar, jamiyatdagi dolzarb va muammoli masalalar yuzasidan munosabatlar o'rin olgan. Ularning ba'zilarini mazmunan sharhlab o'tsak, Buyuk Ipak yo'lining yangi karvoni muallif maqolada O'zbekiston va Mo'g'uliston o'rtasidagi ilmiy madaniy hamkorlik rivojini yoritadi. Unda 2023-yilning oktyabrida yurtimizning bir guruh olimlari ishtirokida Mo'g'ulistonga uyushtirilgan ekspeditsiya haqida so'z boradi. Safar davomida ular tarixiy manbalarni o'rganib, Bilga Xoqon va To'nyuquq yodgorliklari, Qoraqurum muzeyi va boshqa markazlarda tadqiqotlar olib borgan. Ekspeditsiya yakunida Mo'g'uliston Milliy universitetida birinchi O'zbek-Mo'g'ul konferensiyasi o'tkazilgan va ikki tomonlama hamkorlik yo'nalishlari belgilab olingan. Bizni buyuk bobolarimizning Mo'g'uliston yerlarida qolib ketgan merosi bilan bog'liq mushtarak g'oyalar birlashtirgan edi. Misol uchun, tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori Behzod Abdiniyevning izlanishlari Chingizxon davrida Turkistondan majburiy olib ketilgan xorazmlik asirlar va ularning taqdirini o'rganishga, tadqiqotchi Mardon Hasanovning izlanishlari Mahmud Az-Zamaxshariyning Muqaddamat ul Adab asari mo'g'ulcha tarjimasi tadqiqiga, mening izlanishlarim Urxun yozuvlari tarixi va leksikasining tadqiqiga qaratilgan edi. Shu sabab ikkilanishlarni yengib, Xoqon bobolarimiz qoni to'kilgan yurtga kirib bordik. 24-25 iyun kunlari O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Mo'g'uliston prezidenti taklifiga ko'ra Mo'g'ulistonga tashrif buyurishi boshqalar qatori olimlarni ham behad quvontirganini yozadi muallif. Tadbir doirasida oliy ta'lim muassasalari o'rtasidagi hamkorlikni faol rivojlantirish va talabalar almashinuviga kelishib olingani bu borada muhim qadam bo'lganini e'tirof etadi. 27-iyun mamlakatimizda matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni. Shu kuni 1906-yil O'zbek milliy matbuotining ilk nashri Taraqqiy gazetasi nashrdan chiqdi. Munavvar qori Abdurashidxonov va Ismoil Obidiy boshchiligidagi bu gazeta xalqning erk va mustaqillikka bo'lgan intilishini ifoda etuvchi birinchi so'z minbariga aylandi. Millatning umumdarsxonasi nomli maqola shu fikrlar bilan boshlanadi. Jadid ziyolilari Behbudiy, Fitrat, Avloniy, Ibrat va boshqalar matbuot orqali millatni uyg'otish, uning ma'naviy ma'rifiy saviyasini oshirish, huquqiy madaniyatini shakllantirish, xotin-qizlar savodxonligini ta'minlash, ilm-fan, adabiyot va teatrni rivojlantirishni maqsad qildilar. Tarix sahifalarida milliy uyg'onish, millatning o'zligini anglashdek murakkab bir jarayon yuzaga keldiki, u matbuotning zimmasiga bosh islohotchi bo'lishdek mas'uliyatli vazifani yukladi. Shuning uchun ham mazkur davr publisistikasining ruhi va mazmunini yangi islohotlar, milliy ozodlik, vatan istiqboli uchun kurash kabi ilg'or g'oyalar tashkil etadi. Bu yo'lda Mahmudxo'ja Behbudiy, Munavvar qori Abdurashidxonov, Ubaydilla Asadullo Xo'jayev, Abdurauf Fitrat, Abdulla Avloniy, Soqon Ibrat kabi ziyoli ma'rifat darg'alari butun Turkiston o'lkasini kurashga chorladi va bunda milliy matbuotdan yangi islohotlarni amalga oshirish maslagida bosh minbar sifatida foydalandi. Ofatga aylangan odatlar. Maqola avvalida muallif O'zbekistonda to'ylar, oilaviy tantanalar, ma'rakalar va marosimlar o'tkazilishini tartibga solish bo'yicha parlament palatalari kengashlarining qo'shma qarori qabul qilinishi haqida eshitib xursand bo'lganini ta'kidlaydi. Negaki bunday odatlar ko'pincha salbiy holatlarga sabab bo'layotganini, og'ir iqtisodiy oqibatlarga olib kelayotganini misollar bilan bayon qiladi. O'ziga to'q oilalarning to'yiga bo'ylashaman deb qo'l uchida kun ko'rayotgan oilalar qulog'igacha qarzga botardi. Qarz deganning ketidan yetishmovchilik, janjal, ursur, ajrim yetaklashib kelardi. Bunaqa paytda orzu-havasing bormi? Bir marta to'y qilasan, yondirmaysanmi deydiganlarni yer tagidan ham topa olmaysiz. Qaytanga o'shalar birinchi bo'lib malomat toshini yog'diradi. To'y qilib, to'rvasi yirtilganlar esa o'z yog'iga o'zi qo'rilib qolaveradi. Maqolada shuningdek ma'rifatparvar jadidlar ham isrofgarchilikka qarshi kurashgani, ilmga sarflangan sarmoyaning ahamiyati haqida so'z boradi. Shu kabi tahliliy materiallarni nashrning ijtimoiy tarmoqdagi rasmiy kanallaridan onlayn o'qishingiz mumkin. Assalomu alaykum, markazimizda ro'y bergan muhim xabar va yangiliklar tafsiloti bilan M-Digest'ning navbatdagi soni yana siz bilan. Xabaringiz bor, yurtimiz bo'ylab Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi, Ma'rifat targ'ibotchilar jamiyati, O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi, O'zbekiston mahallalari uyushmasi hamda qator tashkilotlar bilan birgalikda tamaddun, madaniyat va ma'rifat mavzusida Ma'rifat karvoni ilmiy, ma'rifiy va madaniy targ'ibot tadbirlari bo'lib o'tmoqda. Navbatdagi manzillar Jizzax va Samarqand viloyatlari bo'ldi. Har ikki viloyatning markazidan to chekka hududlargacha forumlar, seminarlar, samimiy muloqotlar, konsert dasturlari, qiziqarli uchrashuvlarga boy bo'ldi. Navbatdagi lokatsiya esa Namangan viloyati. Bu haqdagi mulohaza va tafsilotlarni keyingi dasturga qoldiramiz. Siz esa biz bilan qoling.
Markazimizdan yana bir loyiha muhokamasi mintaqaviy yakdillikka erishish bo'yicha loyihalarni muvofiqlashtirish bo'limi tomonidan umumiy tarix narrativlari mintaqaviy yakdillik ijtimoiy gumanitar soha oydinlari klubini tashkil etishga qaratilgan loyiha ishlanmoqda. Maqsad mintaqa ziyolilarini bir klub atrofida birlashtirish, ijtimoiy masalalarni birgalikda muhokama qilish, taklif va tashabbuslar ishlab chiqish, amaliyotga joriy qilish. Zoom platformasida ushbu masalalarga qaratilgan yig'ilish bo'lib o'tdi. Jamiyat birdamligini ta'minlash bo'yicha loyihalarni muvofiqlashtirish bo'limida esa bu borada xorijiy tajriba bilan tanishish asnosida sharing economy O'zbekistondagi integratsiya qilish bo'yicha aniq mexanizmlarga asoslangan takliflar muhokama qilindi. Gap shundaki, loyiha jamiyatda ne'matlardan birgalikda foydalanish imkonini beradi. Mazkur bo'lim faollikni qo'ldan boy bermayapti. Endi esa prezidentimiz tashabbusi bilan hayotga tatbiq etilayotgan Dolzarb 90 kun loyihasi haqida. Navoiy viloyatining Nurg'ota tumanida yoshlar orasida kiber sport musobaqalari o'tkazildi. G'oliblar diplomlar va qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlandilar. Uning doirasida ko'ngilochar shoular, interaktiv o'yinlar, sahna chiqishlariga ham o'rin berildi. Asosiy maqsad yozgi ta'tilni mazmunli o'tkazish. Angren shahar Barkamol avlod bolalar to'garagi a'zolari Turkiyaning Istanbul shahrida tashkil etilgan xalqaro tanlovda qatnashdi. Tanlov 4 yo'nalishda tashkil etilib, bolalar matematika, ingliz tili, rus tili va mental arifmetika bo'yicha bilimlarini sinovdan o'tkazishdi. Ishtirokchilar sertifikat va qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlandilar. Buxoro viloyatining Qorovulbozor tumanida ham Dolzarb 90 kun ayni qizg'in pallada. Tumanda bolalarni sport va boshqa to'garaklarga jalb qilish ishlari davom etmoqda. Endi obyektivimizni Namangan viloyatining Norin tumaniga qaratsak. Tumanda Dolzarb 90 kun doirasida 16-sonli umumiy o'rta ta'lim maktablari o'quvchilari uchun Axsikent, Ibrat muzeylari va Chust va Yangi O'zbekiston bog'lariga sayohat uyushtirildi. Umuman olganda Norin tumanidagi tadbirlar 2000 nafardan ziyod o'quvchini qamrab oldi. Bir so'z bilan tadbirlar respublikamizning barcha hududlarida birdek davom etmoqda. Kino karvon loyihasi ham yuqori templarda davom etmoqda. Jizzax viloyati G'allorol tumani Bek va Lola Yashil makon multfilmlari namoyishi, unga monand konsert va musiqiy kechalar, Mirzacho'l tumani maktablarida maslahat oshi namoyishi, Toshkent viloyatining Chinoz tumani Uy qisqa metrajli filmi namoyishi, tanlov tarbiyaviy rolik, Cho'lpon hujjatli filmi. Bir so'z bilan aytganda, Kino karvon loyihasida milliy filmlarimiz namoyish etilmoqda. Asosiy maqsad namoyishlarning tarbiyaviy ahamiyatiga qaratiladi. Yaxshi bilasiz, 27-iyun matbuot va ommaviy axborot vositalari kuni. Sana munosabati bilan jurnalistlar o'rtasida o'tkazilgan Zakovat intellektual o'yinida Oyna jamoasi birinchi o'rinni qo'lga kiritdi. G'oliblarimiz 18 million so'm va Samarqandga sayohat yo'llanmasini qo'lga kiritdilar. Fursatdan foydalanib barcha qalamkashlar, jurnalistlarni matbuot va ommaviy axborot vositalari kuni bilan muborakbod etamiz. Qalamingiz o'tkir, tilingiz burro, nigohingiz teran bo'lsin. Aziz hamkasblar, ayyom muborak. Biz esa sizlar bilan keyingi jumaga qadar xayrlashamiz. Sog' va omon bo'linglar. Zamon shiddati esankiratib qo'yayotgan, tezkor o'zgarib borayotgan axborot texnologiyalari asriga moslashish, nafaqat moslashish, o'zligimizni, ming yillik qadriyatlarimizni, o'zbekona g'ururimizni saqlab qolish uchun bugun ma'naviyat va ma'rifat har qachongidanda zarur. Mazkur murakkab jarayonlarni, xayrli ishlarni bajarishga mas'ul Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi hisoblanadi. Hozirda markaz faoliyatiga loyihaviy yondashuv joriy etilib, shaxs, jamiyat, davlat mintaqa kesimida 4 ta loyiha ofisi tashkil etilgan. Xususan, yangi milliy ruhiyatni shakllantirish, jamiyat birdamligini ta'minlash, davlat xalqchiligini mustahkamlash, mintaqaviy yakdillikka erishish bo'yicha loyihalarni muvofiqlashtirish bo'limlari faoliyat ko'rsatmoqda. Markazda tashkil etilgan raqamli targ'ibot laboratoriyasi, bir nechta studiyalardan iborat laboratoriyada turli mavzular, dolzarb masalalar yuzasidan media mahsulotlar, ijtimoiy videoroliklar, podkastlar, hujjatli filmlar, animatsiyalar tayyorlanib, telekanallar, ijtimoiy tarmoqlar orqali keng jamoatchilikka taqdim etib kelinmoqda. Markaz tomonidan yo'lga qo'yilgan yangi loyihalar, xususan yangi ruhiyat, yakdil mintaqa, xalqchil davlat hashtaglari doirasida jami 2037 ta media kontent
tayyorlandi. Zamonaviy studiyalar tashkil qilindi bu yerda va ziyolilar uchun muloqot platformasini yaratdik. Shu studiyada ijtimoiy masalalarda suhbatlar, muloqotlar tashkil qilinyapti. Yoshlar va rahbar uchrashuvlari, yoshlar va olimlar uchrashuvlarini tashkil qilyapmiz. Shu bilan birga ma'rifatparvar jadid bobolarimiz hayoti, faoliyatiga, ularning ezgu tashabbuslariga bag'ishlangan podkastlar, muloqotlar, ijodiy uchrashuvlar tashkil qilinyapti bu yerda. Sun'iy intellekt bilan ishlashni faollashtirdik. Ya'ni sun'iy intellekt yordamida ajdodlarimiz, buyuk mutafakkirlarimizning siymolari yaratilyapti. Albatta biz tarixiy manbalarga murojaat qilgan holda, asosli faktlarga tayangan holda va albatta tarixchi olimlar bilan maslahatlashgan holda har bir detalgacha e'tibor qaratib media mahsulot tayyorladik. Yoshlarni mutolaaga qiziqishini yuksaltirish maqsadida Uy animatsion filmini ishladik. Aynan u kitoblar haqida bo'ladi. Shu bilan birga biz tanlov deb nomlangan ota-ona va farzandlar o'rtasidagi munosabatlar haqidagi bugungi holatlar, ta'lim-tarbiya, axloq bilan bog'liq holatlar yuzasidan ham animatsion filmlar ishladik. Ijtimoiy tarmoqlarda aynan ko'plab yurtdoshlarimizning e'tirozlariga sabab bo'layotgan, haqli munosabatlarga sabab bo'layotgan mavzular yuzasidan munosabatlar tayyorlayapmiz. To'y qilishdan asosiy maqsad nima mavzusidagi reportaj to'y marosimlarini tashkil etishda ularning xohish va istaklari, fikr va mulohazalari asosida bizga shu kerakmidi hamda bizni kemiruvchi illatlar ruknida hasad ijtimoiy roliklari, tarixda to'ylarimiz qanday o'tkazilgan mavzusida podkast tayyorlandi. Yoshlarga izlanuvchanlik, zamonaviy fikrlash va o'zligini anglashga ko'maklashuvchi sun'iy intellekt yordamida Bunyodning sarguzashtlari nomli 3D animatsiya ishlab chiqildi. 1899 ta mahalla, 3684 ta maktab hamda 26 ta harbiy qism va harbiy ta'lim muassasalarida kino karvon loyihasi amalga oshirildi. 14 ta hududda kitoblar aro 80 kun marafoni o'tkazildi. Marafonda jami 92 ming nafardan ortiq ishtirokchi qatnashdi. Ma'rifat karvoni ziyolilar orqali mamlakatimiz aholisining davlat bilan xalqchil muloqot platformasi sifatida xizmat qiladi. Tamaddun, madaniyat va ma'rifat shiori ostida Ma'rifat karvoni loyihasiga start berildi. Loyiha doirasida sivilizatsiyalar, shaxslar, kashfiyotlar, tirik tarix, farovon hayot sari ilk qadam kabi 40 dan ziyod ilmiy ma'rifiy forum va tadbirlar tashkil etildi. Assalomu alaykum. Mahalladan gapiramiz. Birlashgan Millatlar Tashkiloti yer yuzida tinchlikni mustahkamlash va xavfsizlikni ta'minlash, davlatlarning o'zaro hamkorligini rivojlantirish maqsadida tashkil etilgan xalqaro tashkilot. Ayniqsa so'nggi 7 yilda O'zbekiston va Birlashgan Millatlar Tashkiloti o'rtasida munosabatlar yangicha formatda rivojlanmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining bosh qarorgohida Mahalla instituti aholi bilan davlat o'rtasida muhim ijtimoiy ko'prik mavzusida anjuman o'tkazildi. Xalqaro anjumanda Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi o'rinbosari, Birlashgan Millatlar Tashkiloti iqtisodiy va ijtimoiy kengashi vitse-prezidenti, yoshlar ishlari bo'yicha bosh kotibning o'rinbosari, O'zbekistonning Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi doimiy vakili, qator xorijiy tuzilmalar va mahalliy tashkilotlar vakillari ishtirok etdi. Unda prezidentimiz tashabbuslari bilan mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar, xususan mahalla tizimidagi keng ko'lamli o'zgarishlar haqida taqdimot qilindi. Anjuman yakunida O'zbekistonda bo'lgani kabi o'zini o'zi boshqarish tizimidagi xalqaro tajribalarni o'rgatish, ommalashtirish, rivojlantirish borasida takliflar ishlab chiqishga kelishib olindi. Nyu-Yorkda joylashgan mahalla USA jamoat birlashmasi hozircha bu AQShdagi ro'yxatdan o'tgan yagona mahalla idorasi hisoblanadi. O'zbekiston delegatsiyasi mazkur birlashma faoliyati bilan yaqindan tanishdi. Ayni paytda bu yerda turli yo'nalishlarda o'quvlar, to'garaklar tashkil etilgan bo'lib, Amerikadagi o'zbekistonlik vatandoshlarga ta'lim beriladi. Mahallalar uyushmasidek katta oilaning a'zolari soni yana bittaga ko'paydi. Ya'ni oilaga mahalla USA jamoat birlashmasi qo'shildi. Kelgusida birgalikda amalga oshiriladigan maqsadlar memorandum shaklida hujjatlarda aks etadi. O'zbekiston delegatsiyasining AQShga tashrifi davom etmoqda. Shatri qishlog'i Amir Temurning shotirlariga atab qo'yilganmi? Shu kabi qiziq ma'lumotlarni Kayvoniy sahifasida bilib olishingiz mumkin. Sohibqiron Amir Temurning yordamchilariga atab nom berilgan Shatri qishlog'i tarixiga yuzlansak,
Qashqadaryo viloyati Kitob tumanidan qariyb 25 kilometr uzoqlikdagi bu qishloq tarixi haqida ko'plab rivoyatlar mavjud. Aytishlariga qaraganda oldinlari qishloq Shayx Tri, ya'ni 3 shayx ma'nosini bildiruvchi nom bilan atalgan. Bu qadimda qishloqda 3 ta shayx yashab o'tganligini anglatgan. Yana bir afsonaga qaraydigan bo'lsak, o'tmishda qishloqda bir shayx yashagan bo'lib, u qishloq aholisining faxri hisoblangan va barchani yaxshilikka da'vat qilgan. Kunlardan bir kun shayx chillaxonaga kirib ketib, shu bilan g'oyib bo'ladi. Qishloq aholisi uni o'ldiga chiqarib, aza ochishadi. Ammo oradan ko'p vaqt o'tmay shayx yana ko'rinish beradi. Shu voqea asosida qishloq nomi Shayx Tri deb ataladi va yillar zayli bilan bu tildan tilga shatri bo'lib moslashadi. Bugungi kunda mahalliy aholi qishloqda joylashgan noma'lum maqbarani ayni shu shayxga tegishli deb o'ylashadi. Yozuvchi Ahad Berdiyev o'zining kitobida qishloqda sohibqiron Amir Temurning shotirlari, ya'ni yordamchilari istiqomat qilganligi bois ham shatri deb atalish haqida yozib o'tgan. Sizning yashab turgan mahallangiz tarixi qanday? Uni bizga yo'llang. Keyingi videoda aynan sizning mahallangiz tarixi yoritiladi. Bizda hozircha shular, mahallada ko'rishguncha. Hozirgi kunda insonlar orasida ayniqsa ortiqcha vazn muammosi yuzaga kelmoqda. Bu semizlikka olib keladi. Yuqumli bo'lmagan kasalliklar deb ataluvchi kasalliklardan qandli diabet ikkinchi turi, semizlik, yurak qon tomir kasalliklari, infarkt, insult va saratonning ayrim turlari, o'pkaning obstruktiv kasalliklari kabi yuqumli bo'lmagan kasalliklarga olib kelmoqda. Nima qilish kerak? Yuqumli bo'lmagan kasalliklarga chalinmaslik va salomatlikni asrash uchun avvalo ortiqcha vaznga yo'l qo'ymaslik kerak. Buning uchun to'g'ri va sog'lom ovqatlanish bilan bir qatorda jismoniy faollik, ya'ni piyoda yurish, ertalabki badan tarbiya va har kuni kamida 30 daqiqa jismoniy mashqlar bajarish kerak bo'ladi. Birinchi navbatda kun davomida 400-500 gram meva sabzavotlar iste'mol qilish. Bu birinchi qoida. Ikkinchi qoida tuz miqdorini 5 gramdan oshirmaslik. Uchinchi qoida shakarni me'yordan oshirmaslik. Bu 25 gram. Demak, nima uchun bu tavsiyalarga amal qilish hozirgi kunda dolzarb? Chunki O'zbekiston Respublikasida ayniqsa yuqumli bo'lmagan kasalliklarga chalinish noto'g'ri ovqatlanish oqibatida kelib chiqmoqda. Ya'ni meva sabzavotlarni kam iste'mol qilish, kam harakatlilik, tuz miqdorini oshirish, yog' tarkibida yog' miqdori yuqori bo'lgan mahsulotlarni doim iste'mol qilish va qayta ishlangan mahsulotlarni iste'mol qilish. Sun Tzu, urush san'ati. Urush san'ati bu shunchaki harbiy strategiyalar to'plami emas, balki hayot, rahbarlik, biznes va shaxsiy o'sish uchun ham mustahkam asos bo'la oladigan bebaho merosdir. Kitob muallifi, qadimgi Xitoy qo'mondoni va mutafakkiri Sun Tzu har qanday to'qnashuvda g'alabaga kuch bilan emas, balki aql, sabr, aniq strategiya va doimiy tayyorgarlik orqali erishish mumkinligini ta'kidlaydi. Uning ta'limotiga ko'ra eng ulug' g'alaba bu urushsiz yutilgan g'alabadir. Shu nuqtai nazardan urush san'ati insonni nafaqat raqibga, balki o'z xatolariga va zaif tomonlariga qarshi kurashishga undaydi. Asar nafaqat harbiylar, balki biznes yetakchilari, siyosatchilar, menejerlar, talabalar va hayotni o'zgartirishni xohlovchi har bir shaxs uchun foydalidir. Undagi har bir fikr hayotdagi raqobat, tanlov, muammo va imkoniyatlarga aql bilan yondashishni, hech bir vaziyatda hissiyotga berilib qaror qabul qilmaslikni o'rgatadi. Sun Tzu ta'limotlarida o'zingni bil, dushmaningni bil, har qanday hujumdan oldin strategiya tuz kabi falsafiy fikrlar insonni yetuk yetakchi va oqil shaxs qilib tarbiyalaydi. Bu asarni o'qish insonga o'zini anglash, maqsadlarini belgilash va unga qanday yo'l bilan yetib borishni tushunib yetish imkonini beradi. Zero bu dunyodagi eng qadim, eng sinab ko'rilgan va eng kuchli strategiyalardan biri sanaladi. Urush san'ati bu aql va irodaning zafaridir.
Bir-biri bilan bog'langan 5 ta bino, 8 ta bo'lim va 3 milliondan ortiq eksponat, yiliga 5 milliondan ziyod tomoshabin. Tomdagi quvurlar ko'rinmasligi uchun o'rnatilgan 176 ta haykal, ishchi xodimlar safida xizmat qiluvchi pasporti bor mushuklar. Gap dunyoning mashhur va eng yirik muzeylaridan biri Sankt-Peterburgdagi Ermitaj haqida bormoqda. Ayni daqiqalarda ushbu muzeyga onlayn sayohat qilsak. Ermitaj nafaqat san'at asarlari bilan, balki o'zining tarixiy ahamiyati bilan ham e'tiborga molik. Muzey bundan 2,5 asr oldin Yekaterina II tomonidan tashkil etilgan bo'lib, dastlab unga tomoshabinlarning kirishi taqiqlangan. Muzey 1852-yilda Nikolay I tomonidan mehmonlar uchun qayta ochilgan. Bugungi kunda muzey 350 dan ortiq xonadan iborat bo'lib, unda 300 milliondan ortiq eksponat saqlanadi. Xususan, qadimiy Yunon va Rim san'ati, Yevropa rassomlarining durdona asarlari, Sharq san'ati, Misr va Osiyo madaniyatiga oid noyob eksponatlar shular jumlasidan. Aytilishicha, Ermitajning barcha eksponatlarini ko'rib chiqish uchun 11 yil kerak bo'ladi. Muzeyga yiliga 5 milliondan ortiq kishi tashrif buyuradi. Muzey bo'ylab sayohat qilar ekansiz, ko'plab mushuklarga ko'zingiz tushadi. Ular Ermitajning ishchi xodimlari hisoblanadi. E'tiborlisi, muzeyning Sharq xalqlari madaniyati bo'limida O'rta Osiyo, jumladan O'zbekiston hududidan topilgan arxeologik yodgorliklar, Xorazm shohlar saroyi haykallari, Ayritom yodgorliklari va boshqalar saqlanadi. Sankt-Peterburgga sayohatga borib va Ermitajga tashrif buyurmaslik bu xuddi Parijga borib Eyfel minorasini ko'rmaslik bilan barobar. Muzeyda Romanovlar sulolasi portretlari galereyasi bilan birgalikda Leonardo da Vinci, Picasso, Rembrandt kabi mashhur rassomlarning durdona asarlari saqlanadi. Muzey binosining tom qismiga joylashtirilgan haykallar kishini e'tiborini tortmasdan qo'ymaydi. Dastlab ular quvurlarni yashirish uchun atayin o'rnatilgan bo'lib, keyinchalik Ermitajning noyob eksponatlari qatoriga kiritilgan. Tomdagi haykallarning umumiy soni 176 tani tashkil etadi. Ermitaj muzeyi turli ko'rgazmalarni tashkil etish, ilmiy tadqiqotlar olib borish va onlayn resurslarni yaratish orqali o'z faoliyatini kengaytirgan. Muzeyning internetdagi interaktiv tizimlari orqali ham ko'plab asarlarni o'rganish imkoniyati yaratilgan. Ermitaj faqat san'at asarlarini jamlash bilan cheklanmaydi, balki u san'at tarixini, madaniyatlarni va davrlarni birlashtiradigan noyob madaniy markazdir. Eng muhimi, har bir tashrif buyuruvchi dunyo tarixi va madaniyati haqida ko'plab qimmatli ma'lumotlardan xabardor bo'ladi. Hurmatli siyosiy ma'rifat soati ishtirokchilari, e'tiboringiz uchun rahmat. Kuningiz samarali o'tsin.